eko muolajasini o'xshamasligi bo'yicha top 5 ta asosiy sabablarni aytib beraman. Birinchi sabab ayolning ruhiy holati, ya'ni ekodan oldin bo'larmikan, bo'lmasachi, o'xshamasachi, keyinchi qaynonam nima deydi, erim nima deydi, ayol o'ziga polni burust oladi, ya'ni og'irlikni olishi. Bu yomon narsa. Erkaklar ayollaringizga shunaqa vaziyatdan chiqishiga sizlardan boshqa eng yaxshi yordam beradigan odam yo'q. Ruhiy, xotirjamlik, psixologik tayyorgarlik. Ikkinchisi, tanlagan ekoklinikani embriologiya laboratoriyasi. Bu juda ham muhim. Embrionlaringizni o'stirish, embrionlaringizni saqlash. Bu juda ham muhim. Embrionlarning sifatini baholash. Embriologiya laboratoriya ikkinchi o'rinda. Uchinchi o'rinda erkak urug'ini holati. Mana viloyatdan kelishadi, bir dona urug' bor, ikki dona urug' bor, bo'ldi sen eko qilgin. Men eko qilsam o'xsharkan deb keladi. Lekin u urug'ning morfologiyasi-chi? Bir ikki dona urug'ning morfologiyasini ko'rib bo'lmaydi. Bu lotereyaga o'xshagan narsa. 30 ta folikula bilan 1-2 dona urug'ni qo'shganimizda bitta ham embrion chiqmagan holat bo'lgan. Embrionning xulosasi bo'yicha erkak urug'ining sifati yomonligi uchun eko o'xshamadi deyapti. Bunaqa holatlar bor. Shuning uchun erkaklar ekodan oldin sport bilan shug'ullanib, yaxshi uxlab, dam olib, to'g'ri ovqatlanib, oqsilga boy mahsulotlarni ko'proq iste'mol qilishlarini taklif berib qoladi. Bachadon ichi va bachadon naylarini shamollash, ya'ni bachadon naylaridagi yallig'lanishlar, saktosalpingiz, gidrosalpingiz, bachadon ichi endometriozi, bachadon ichi endometriy qavatini yallig'lanish kasalliklari. Mana shu narsalar aniq 100% bolani ushlashiga, bolani matkaga joylashiga 100% ta'sir qiladi. Beshinchi narsasi bu tanlagan reproduktorligingizning malakasi. Ya'ni sizni to'g'ri stimulyatsiya qila oldimi? Sizni to'g'ri ekoga tayyorlay oldimi? Sizni patsatkaga to'g'ri tayyorlay oldimi? Ya'ni patsatka uchun, stimulyatsiya uchun beriladigan dorilar har bittasi kuni soatigacha juda ham muhim. Va buni siz bemorlar vrach aytgan vaqtida, to'g'ri soatda, to'g'ri sekundigacha, to'g'ri kunigacha amal qilib olishingiz talab qilinadi. 6-inchisi bonus. 6-inchisi bu embrionlarni genetik tekshiruv. Agar imkoningiz bo'lsa, zamon talabi shunaqa, embrionlarni genetik tekshiruvdan o'tkazing. Bu sizga 90% ishonch beradi. Sog'lom embrionim bor meni degan ishonch bu ekoni o'xshashga juda ham katta ustunlik beradi.